Toshkent viloyatida sportning yengil atletika turi bo'yicha ixtisoslashtirilgan sport maktabi Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari sport musobaqalarining viloyat bosqichiga mezbonlik qildi. 2 kun davom etgan bahslarda sportchilar yengil atletika sport turining bosqon, disk, yadro, nayza uloqtirish, balandlikka sakrash, 110 metrga g'ovlar osha yugurish hamda 2000 metrga to'siqlar osha yugurish turlari bo'yicha o'zaro bellashdilar. Musobaqada viloyatning barcha tuman va shaharlaridan tashrif buyurgan 100 ga yaqin sportchilar imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishdi. Har bir yo'nalish bo'yicha o'tkazilgan bellashuvlar qiziqarli bahslar bilan davom etdi. Shunday qilib, Elnur Abduqodirov, Alina Luqyanova, Abror Salohiddinov, Dilnura Haydarova, Matvey Ignatkulov g'olib va sovrindorlar qatoridan joy olishdi. Men bugungi musobaqaga Olmaliq shahridan keldim va sportning yengil atletika turi bo'yicha 110 metr g'ovlar osha bo'yicha birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Va men bu sport turi bo'yicha 4 yildan beri shug'ullanaman va oliy maqsadim respublikada chempion bo'lish. Sovrindor atletlar medal, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi.